Okey. Vibrator tovuqlarni xo'rozlarga qo'shdik, xudo xolasa. Mana. Joning sog' bo'lgurlar. Inshaalloh. Bittasi kurk bo'lib qolibdi. Tuxum qo'yib yurgan ekanda bittasi. Qancha qo'ygaydi shu? Mana vibratorlar. Maşallah. Joning sog' bo'lgur. Maşallah mana. Joning sog' bo'lgur mana. Ana vibratorlar. Beşte tovuq, ikkita xo'roz, xudo xolasa. Xo'rozlar ham tanali. Ana tovuq makonni qirolichasi. Inshaalloh. Ana jonim. Xo'roz bilan urushib ketyapti. Jonim. Nima otdim akonni? Maşallah. Maşallah. Joning sog' bo'lgur. Joning sog' bo'lgur. Assalomu alaykum qadrdonlar. Hammalarga xayrli tong, kunlar xayrli va barakotli o'tsin. Xo'p, hurmatli parvoz aka ukalar, bu yerda hozir mana 5 ta cho'ja turibdi, cho'ja xo'roz. Mana birinchisi nariga qarab ketayotgan Vyetnam bilan Shamodan chiqqan, bu Ganoy bilan Yapondan chiqqan, soldat Yapondan. Nargisi Xitoy bilan Yapondan chiqqan, qora qizili. Xo'p, mana yerda yotib olayotgani bugun videomizning asoschisi bo'ladi. Tashqari ovoziga bir ko'p yotib olyapti. Biroq odamlar ko'p yotyapti deb so'raydi. O'shanga meddasiga dori berib ko'rdim, meda tushmadi, qurt tushmadi. O'shanga o'sayotgan davrida immunitet yetmay qoladi. 10 kun beramiz mana shu joyga. 10 kunda sizlarga xudo xolasa rezultatini ko'rsataman. Keyin ko'pchilik aka qanot dag'alay bo'lib qolyapti, nima qilsam bo'ladi deydi. Bu yoshiga to'lgandan keyin o'zini yig'ishtirib oladi. U o'sha qanot bilan naryoqdagi qanotini o'rtasida xo'roz qanot chiqqandan keyin o'zini yig'ishtirib oladi, u qanotlari keyin sekin kirib ketadi. Mana ularga joyida, narginiki ham joyida, buniki ham joyida. U nargilar bilan
qandaydir sal farq qiladi, yurishida ham, don yeyishida ham farq qiladi. Oshga borib yotadi hozir. Ko'ryapsizlar? 10 kun ichida xudo xolasa mana shunga rezultat qilamiz. Uning uchun biz Fervit bilan foydalanamiz. To'yimizga ham ichirganman. Mana hozir yurishini ko'ryapsizlar. Tetik, sog'lom, cho'tki yuribdi. Mana shunga bir 10 kun ichiramiz. Menga ham jo'natishda, iltimos bo'lib jo'natishda xudo xolasa 10 kun bir ichirib ko'ramiz. Oshib prosta olib kelganman. Bugundan xudo xolasa boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb 1 grammdan ertaman kechqurun ichiramiz. Keyin tashqari qo'yib albatta qonini to'g'lab, keyin qo'yinglar. Cho'chalarga. Hozir bular qonni to'g'laganman. Eshikni ochsam yurishadi qayda? Tashqariga qarab. Ana shunaqa gap. Bo'lmasam sekin lichinani boshladik. Obunachilar yapon bilan shamodan chiqqan qichqirib yubordi. Jo'ning sog' bo'lar. Mana qayda? Darida xo'roz bo'ldi, 4,5 oylik cho'cha. Og'makam bilan yurib qichqirib yubordi. Chunki uyda xo'roz yo'q-da. Buni qo'yib olgan paytimda agroda xo'roz bo'lmaydi. Mana bular men katta bo'lib qoldi. Endi bemalol ajratsam bo'laveradi endi onasini. Nima deyman? Bu mesh shamu bilan Yapondan chiqqan ikkalasi ham. Bu Madagaskarimiz. Chet ellik qizlarga o'xshaydi, qaranglar. To'g'ri bo'lsa to'g'ri deb yozib qoldiringlar, yo'qsa pilis tashlab qo'yinglar. Qaranglar. Buni ham xudo xolasa azaliya zamon qilib bundan ham chiqaramiz, xudo xolasa nasib qilsa. Oy, bitta bolalar yuribdi, bitta makam, bitta xo'roz. Tanachi xo'rozga qo'shib chiqarganman. Kun chiqaringlar quyoshda. Maza qilishibdi ular. Hamma to'g'lab hamab turib, kerakga turgan xo'rozlardan kattasini qo'yib yuborsak, maza qilib sayr qilib oladi. Nima deyman obunachilar? Raketa shamol bolasini olib chiqdim. Jo'ning sog' bo'l, ketdi mana bu ham bir. Oyoqlarni yozib olsin. Xo'rozmi, makyonmi farqi yo'q. Mana shunaqa oyoq yozish kerak-da. Madagaskar qo'yib. Yani chigallar yoziladi, shunday o'zingizmi? Bitta yiring esa. Hey, cho'jalar cho'qima. Bo'ldi. Eski çocuğa. Canın sağ olur. Bu to'lasa 5 kilo bo'ladi. O'zi bo'yiga qaraganda esi ozroq, hozir holat. Hozir 4 kilo 200 shuncha kerak. Ozroq. Lekin yoshga to'lsa 5 kilodan o'tadi. Sağ olun. Xiyonat qilgan.